Qilinglar, bir katta mashinada pulni savob qiladigan qumni olib kelib ag'darishdi. Qo'lingizga olib ko'ring-da. Uni qancha zarrasi ko'pligini tushunib yetamiz. Bu yerda yer yuzini bayon qilinadi. Yer yuzida qancha tosh va qumlarning zarrasi bo'lsa, 6-kun tarovih namozini o'qiganlarga shuncha savob beriladi. Va Baytul Ma'murni ziyorat qilganlik savob beriladi deb Payg'ambarimiz alayhisalom sahobalarga bu 6-kechaning fazilatini bayon qildilar. Endi 7-kecha. 7-kechada kimki tarovih namozini ado etsa, Alloh subhanahu va taolo Hazrati Musa alayhisalomga o'sha insonni Xudo do'st qilib qo'yadi. Do'st. Va misoli Musa alayhisalomni ziyorat qilganlik savob berilar ekan. Va Musa alayhisalomga Fir'avn alayhisalomning iskanjasidan xalos bo'lishliklarida yordam qilgan, xizmat qilgan odamdek ajr oladi. Qarang, Allohning mehribonligini qarang. O'zi asosiy mashaqqat qordadamlarda. 20 rakat tarovihga hatm Qur'onga o'tib berishyapti. Bu juda katta mas'uliyat. Bu mehrob kimning joyi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning maqomlari hisoblanadi bu mehrob. Bu yerda turib shayton bilan olishib Allohning roziligini so'rab Qur'onni o'qib berishlik bu juda katta narsa. Siz bilamiz orqada Alloh akbar deb xudo qilib qo'yib, ko'zimizni yumib, hayolimiz cho'lda bo'lib tursa ham, ammo Alloh taolo tarovihda ixlos bilan o'qiganimizga shuncha savob beryapti. Musa alayhisalomni ziyorat qilganlik va u kishiga yordam qilganlik savobini Alloh taolo 7-kechada tarovihni o'qiganlarga Alloh beryapti. Va 8-kechada kimki tarovih namozini jamoat bilan o'qisa, Abul Anbiyo bo'lgan, payg'ambarlarning otasi degan buyuk nomga ega bo'lgan zot. Kim bu kishi? Ibrohim alayhisolatu vassalom bo'ladilar. Abul Anbiyo nomini olganlar. Chunki u kishining zurriyotlaridan juda ko'p payg'ambarlar chiqdi. Ana shu Ibrohim alayhisolatu vassalom Alloh taolo u kishini nima deb atagan? Halilim deb atagan. Payg'ambarimizni-chi Habibim deb atagan. To'g'rimi? Halil bilan Habibning nima farqi bor? Ikkalasi ham Xudoning do'sti degan ma'noni anglatadi. Ikkalarining nima farqi bor? Ibrohim alayhisalomni Alloh Halilim deb atadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni Habibim deb atadi. Ikkalasining ma'nosi ham Allohning do'sti degan ma'noni anglatadi. Lekin nozi jihatida farqi bor ikkalasi. Ikkalasi so'zda. Nima farqi bor ikkalasi? Ha? Habibimni yaxshiroq ko'rguvchi. Barakalla. Mana bu kishi aytayaptilar. Ha, halil degani so'ragan narsasini beradigan do'st degan ma'noni anglatadi. Halilulloh bo'lsa, Habibulloh bo'lsa, so'ramasdan turib beradi degan ma'noni anglatadi. Payg'ambarimiz alayhisalom shunaqa maqomda ekanlarki, Alloh taolo u kishiga biror bir ne'matni so'ramasalar ham Xudo beraverganda. Qarang. Shuning uchun Halilulloh bilan Habibullohning o'rtasidagi farq ikkalasi ham do'st degan ma'noni anglatadi, lekin Habibulloh Halilullohdan ko'ra Xudoga yanada yaqinroq do'st degan ma'noni anglatadi. Demak, Ibrohim alayhisolatu vassalom Allohning do'sti bo'lganlar, halili bo'lganlar. Shu Ibrohim alayhisolatu vassalomga Alloh taolo qilgan xizmatlariga Alloh dunyoda qancha savob bergan bo'lsa, hozirgi aytganimizdek 8-kechada kimki tarovih namozini jamoat bilan o'qisa, Allohning marhamatini qarang, payg'ambar Ibrohim alayhisolatu vassalomga berilgan savobni tarovih o'qigan bandalariga ham Xudo taolo beradi. Nima uchun bizga shuncha katta savoblar berilyapti? Nima uchun? Ha? Chunki biz oxirgi zamon payg'ambarining ummati bo'lganligimiz uchun. Bu ko'p aytganmiz-ku, payg'ambarlar oxirgi zamon ummatlarining fazilatlarini, xabarini topganlarida nima deyshgan? Koshki meni payg'ambar qilib emas, oxirgi zamon payg'ambarini ummati qilib qo'ysang, shu men uchun yaxshiroq edi deyshgan. Siz bilan bizga beriladigan savoblarni xabarini topganlaridan keyin siz bilan bizning maqomimizni payg'ambarlar havas qilishgan. Allohning bizga mehribonligi shunchalar ulug'ligidan kelib chiqdi. Bitta tarovihni 8-kuni o'qib qo'yganimizga
Ibrohim alayhisalomga berilgan savob Xudo beraman deb turibdi. Tasavvur qiling. Bunaqangi mehribon Robbimizni biz boshqa qayerdan topamiz? Va bugungi mana 9-kechada tarovih namozini o'qisak, qanday savobga ega bo'lar ekanmiz? Qarang. Tepadagilardan ham eng ulug'i bugun berilar ekan. Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bilan birgalikda ibodat qilganlik savob beriladi. Allohga be'adad shukrlar bo'lsin. Qarang, payg'ambarimizni yo'llarida turib birgalikda ibodat qilsak qancha savob beriladi-ya? Mana shuncha savobni inshaalloh shu bugungi o'qiydigan tarovih namozimizga Alloh taolo beraman deb va'da qilyapti. Buni janobimiz o'zlari aytibdi. Kimki 9-kun tarovih o'qisa, men bilan birga qilgan ibodatga qanaqa savob berilsa, ana shu savobni Alloh o'sha ummatimga beradi deb aytayapti. Xo'p, ertangi kunisini ham aytib qo'yamiz. Inshaalloh shu bilan namozimizni boshlaymiz. Va 10-kuni kimki tarovihni jamoat bilan ado etsa, dunyo oxiratda nimaiki yaxshiliklar bo'lsa, Alloh o'shani hammasini beradi dedilar payg'ambarimiz. Ya'ni bu ertangi kunning fazilati.